Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kundagi skuter narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda barcha turdagi skuterlarimiz mavjud bo'lib, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Lekin dastavkalarimiz pullik bo'ladi, sizga joylashgan joyingizga qarab. Bu yerda eng arzonchi modellarimiz, ya'ni 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorli skuterlarimizdan tortib, 3 balonli skuterlarimizni tepasi ochiq hamda tepasi yopiq variantlaridan bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 3 million so'mdan boshlanadi, o'ziga qarab 1250 dollargacha chiqaveradi skuterlarimiz. Mana ko'rishimiz mumkin, vibrlarimiz katta. Albatta videoga like bosib kuzatishda davom eting. Biz birma-bir ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchidagi cho'ntak 14 modelimiz 4 ta akkumulyatorlik 14 balonli bo'ladi. Tormozlari oldi orqa tormozi tros tormozli akalar, bu pro varianti. Orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi mana. Xo'p, bu yerda telefon qo'yish uchun pastavkalari bor. Detskiy rejimida 24 dan oshmaydi. Agar sport rejimiga o'tkazsak, 55 tezlikgacha ko'tarila oladi. Bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi. O'rindiqlari ikkitalik. Komplektida zaryadka bokovoy kaska jiletlargacha bo'ladi. Narxini 3 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Bu xo'p, narxlari pasaytirilgan holatda. Har xil ranglardan bo'ladi. Qora seriya ranglari bor akalar. Kuchliroq bo'lsin deganlar bo'lsa, xuddi shuni 16 balonli varianti bor. Cho'ntak 16 modeli, bu ham pro versiyasi hisoblanadi. 5 ta akkumulyatorlik. Hop, oldi tarafi jiddiy tormozlik, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. Bitta quvvatida akalar 50-60 km masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Bu ham ikkita o'rindiqli hisoblanadi. Mana. Cho'ntak 14 modelining kattaroq versiyasi bo'ladi. Narxini 4 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Bunda ham telefon pastavkalari bo'ladi. 4 milliondan cho'ntak 16 modeli. Ranglardan muammosi yo'q. Mana tovlanuvchi, tilaqo'ng'iz, zangori rang, tomni siniy hamda seri va qora ranglardan bo'ladi. Ana endi undan ham katta bo'lsin uka deganlar bo'lsa, 20 balonlik 8 diskalik velosipederimizdan bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, mana yonida dugalar bilan kelgan yangilik versiya. Sidinalar bitta splashni uzun bo'ladi, amortizatorlar ikkitadan 4 ta, balonlari shiroki yumshoq balon bo'ladi. Old tarafi jiddiy tormozli akalar. Bitta quvvatida 50-60 km masofa bosib o'tadi. Detskiyda 24 dan oshmaydi, sportda 55 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Bularni ham komplektida zaryadka bokovoy kaska jiletlari bo'ladi akalar. Bularni 5 million so'm obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bor. Mana faralari ham neobычный holatda bo'ladi akalar. Xuddi shunday holatda. Ana endi bu tarafda benzinli skuterlarimiz Tank 2 modeli 150 kubalik hisoblanadi, 90 tezlikka chiqadi. 100 km ga 3,5-4 litr rasxod qiladi akalar. Mana sportivniy skuterlarimizdan. Buni narxini shot spravkasi bilan birgalikda 1000 dollarga chiqarib beramiz akalar. Xo'p, burgut ko'zi birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Motor miya 1000 оборот bo'ladi. Tezligi 60-63 tezlikgacha ko'tarila oladi. Buni narxini akalar hop 600 dollarga chiqarib beramiz. Burgut ko'zi ikkinchi pozitsiyasi, parametrlari bir xil bo'ladi, faqat ko'rinishida farq qiladi akalar. Mana akalar. Motor miya 1000, akkumulyatorlari 20 dan 6 ta bo'ladi. Xo'p, tezliklari bu ham 60-63 tezlikka ko'tarila oladi. Buni narxini akalar 630 dollar kamaytirib beramiz. Ana endi dugalik model, buni ham parametrlari bir xil bo'ladi, faqat balonlarida, gabaritida ozgina farq qiladi. Bu shunday yumshoq balon bo'ladi. Old orqa tormozlari jiddiy tormozlik. 20 dan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Xo'p, buni narxini akalar 580 dollarga chiqarib beramiz. Mana seriya ranglardan mavjud. Xo'p, bu yerda cho'ntak 16 modelimiz va 20 balonli 8 diskali variantimiz. Xuddi shu modelimizni mana bunday ikkita o'rindiqligi ham bor akalar. Bularni ham paytida 5 million aytilardi. Hozir buni 4 million 600 mingga qilib beramiz akalar. Boring yana obunachilarimiz uchun 4,5 millionga chiqarib beramiz. 20 balon 8 diskalik ikkita o'rindiqli variantini. Bunisini hop 4 million 800 mingga qilib beramiz akalar. Hop, ana endi 3 balonlik eng kichkina skuterimizdan sidinasi old orqaga suriladigan variantimiz. Buni akalar hop akkumulyatorlari 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Sidinasi old orqaga suriladi akalar. Juda ham neobычный ixchamgina variant hisoblanadi. 720 dollarga chiqarib beramiz. Hop, bu tarafda Duga 5 modelimiz. 16 balon 8 diskalik, oldi tarafi jiddiy tormozli bo'ladi. Orqa tarafi tros. Hop, oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Telefon qo'yish uchun pastavkalari bo'ladi akalar. Sidinasi bitta bo'ladi mana. Katta. Paytida Li 9 deb atalar edi. 20 dan 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan, bitta quvvatida xudo xohlasa 50-60 km masofa bosib o'tsa bo'ladi. Buni ham tezligi zavodskiy holatda 24 dan oshmaydi. Agar tezlatib ber desanglar 45-55 tezlikka ko'tarib bersak bo'ladi akalar. Narxini 5 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ana endi mana bunday neobычный, anchagina keng bo'lgan, orqasi yopiq skuterlarimizdan ham kelgan. Bir ko'rinishda Rexa'ni eslatib yoradi. Mana o'rindiqlari ham ancha keng akalar. Xuddi shunday holatda bo'ladi akalar mana. Tormozlari qo'lda ham, oyoqda ham mavjud. Hop, tablolari mana bunday. Dvorniklarigacha ishlaydi akalar. Bu yerda ventilyatorgacha bo'ladi mana. Yozgi kunlarda yoqib olib ketsangiz bo'ladi. Hop, 32 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan, oldiga orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi. Hop, Muhammad buni tentlari chiqdimi? Tentlari bor. Hop, akalar mana tentlarigacha bo'ladi. Buni narxini 1050 dollar o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ana endi bu yoqda katta skuterlarimiz. Hop, Prada Pro, ya'ni 300 kilolik skuterimiz. Bu shunday holat. 32 dan 5 ta akkumulyatorli, orqasiga ikkitadan bemalol o'tirib ketsa bo'ladi va o'rindiqni turgazib qo'ysak, 300 kiloga joy ochiladi. Yuklaringizni yuklab olib ketish imkonini beradi. Tezligi 30-40 tezlikka ko'tarila oladi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor akalar. Bitta quvvatida kamida 40 km, ko'pi bilan 60 km gacha masofa bosib o'tadi. Bularni paytida 900 dollar aytib sotilardi. Hozir 800 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. Obunachilarimizga yana oz-moz o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Mana bu yarim tayyor holati. Mana bu Prada Pro, ya'ni 300 kilolik modelimizning tayyor ko'rinishi. Bu yerda orqasida odam o'tiradigan skuterimiz. Xuddi shunday holatda buni akalar 750 dollarga chiqarib beramiz. Ko'rinish jihatdan juda ham chiroyli holatda kelgan mana. Neobычный ranglarda. Mana 750 dollar. 32 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi akalar. Xo'p, 304 kiloga mo'ljallangan skuterimiz. Mana akkumulyatorlari ham baquvvatlaridan bo'ladi. Xo'p, akalar buni hop 900 dollardan chiqarib beramiz. Obunachilarimizga o'tib beradigan joyi bo'ladi. 304 kiloga mo'ljallangan. Mana bu ham xuddi shunday terilmagan holati. Ana endi 200 kilolik skuterimiz. Mana bu tarafda ham bor. Shunday holatda bo'ladi akalar.
Xo'p, buni narxini paytida 800 dollar aytib sotilardi. Hozir chegirmada 700 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. 8 diskalik oldi tarafi jiddiy tormozli bo'ladi mana. Shunday holatda. O'rindig'ini ko'tarib qo'ysak, ikkita odam o'tirsa bo'ladi. Mana bunday yotkizib qo'ygan holatda bemalol 200 kilogacha yuklarni yuklab olib ketish imkonini beradi. Akkumulyatorlari 32 dan 5 ta bo'ladi. 700 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. 200 kilolik modelimiz. Mana bu 1 tonnali modellarimiz anchagina bahaybat ko'rinishi, balonlari shiroki bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Xuddi shunday. Yuk uchun mo'ljallangan skuterlarimiz. Akkumulyatorlari baquvvatlaridan buni 1250 dollardan chiqarib beramiz akalar. Mana bu ham 1 tonnalik modelimiz. Mana bu yerda yangi terilayotgan skuterlarimiz. Hop, Tank 5 Pro, bu ham Tank 5 Pro modeli. Old tarafda skuterlarimizni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalar. Velosipedimiz bor mana. Bitta odam bemalol haydab ketsa bo'ladi, orqa tomonda ikkita odam o'tirsa bo'ladi. Sidinani ag'darib qo'ysak, o'sha odam bilan qo'shib 200 kilogacha yukni bemalol olib ketish imkoniyatini beradi. Zaryad tugab qolsa pedalda ham haydab ketish mumkin. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan, bitta quvvatida 40 km masofa bosib o'tadi. Motor miyalar baquvvatlaridan. Buni narxini akalar 570 dollar qilib beramiz. So'mda 6 million 900 ming bo'ladi. Obunachilarimizga 6 million 800 mingga ham chiqarib berishimiz mumkin akalar. Shunday. 200 kilolik modelimiz hozir tanishtirib o'tdik. Buni 700 dollarga qilib beramiz. Qora va seriyalardan. Hop, bunimiz akalar, hop 800 dollarga chiqarib beramiz. Xuddi shuni boshqacharoq pozitsiyasi, lekin narxlardan ancha tushib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Bu yangilik model akalar. Bu mana 300-400 kiloga mo'ljallangan. Aytib o'tib ketdik, bu ham 800 dollar o'tib beradigan joyi bo'ladi. Kalonka bluetoothlargacha bor ekan. Endi ichkari tarafdagi skuterlarimizga o'tamiz. Videoni shu joyigacha kelgan bo'lsanglar akalar, like bosib kuzatishda davom etinglar va biz ham davom etamiz. Mana endi ichkari tarafdagi showroomdagi skuterlarimiz. Xohlovchilarga 4 ta 5 ta 6 ta akkumulyatorli skuterlarimizdan bo'ladi. Tank 5 Pro modelimiz. Shunday holatda 16 balon 8 diskalik oldi tarafi jiddiy tormozli, orqa tarafi trostorimiz 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. O'rindiqlari 2 talik bo'ladi. Bitta quvvatida xudo xolasa 40 km dan 60 km gacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ranglari xuddi shunday tovlanuvchi ranglardan bo'ladi. Zangor rangi hamda qora seriya ranglardan bo'ladi akalar. Buni narxini chegirmada 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bor akalar. Bu 5 ta akkumulyatorli hisoblanadi. Xo'p, bu yerda Ninja 5 Pro varianti, parametrlari bir xil bo'ladi akalar. Faqat buni ustunlik jihati oldi orqa tormozi jiddiy tormozli bo'ladi. Shuni joyida farq qiladi akalar. Faqat sidinasi bittalik bo'ladi. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlari bor. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Buni ham narxini akalar 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. 5 ta akkumulyatorli skuterimiz. Endi Tank 5 ta full pozitsiyasi. Ya'ni nimasida farq qiladi deganlar bo'lsa, balonlarida farq qiladi. Xo'p, e'tibor beringlar, Tank 5 ta Pro pozitsiyasi mana oddiy balon. Xo'p, endi bunisi Redline balon bo'ladi mana. Katta, shiroki bo'ladi hamda qizil diskali bo'ladi akalar. Shunday holatda 5 ta akkumulyatorlik. Xo'p, motorlar 240 vatt bo'ladi. Tezliklari TTKda 24 dan oshmaydi. Sportda 55 ga chiqadigan qilib bersak bo'ladi akalar. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bor. Ko'rinish jihatdan ancha chiroyli mana. Akalar buni 5 million 300 mingdan chiqarib bersak bo'ladi mana. Tank 5 ta full pozitsiyasi. Xo'p, endi bu yerda 6 ta akkumulyatorli skuterlarimizni tanishtiramiz. Ninja 5 Pro ni 6 ta akkumulyatorli variant, ya'ni Ninja 6 full pozitsiya hisoblanadi. Redline diskalik, mana farqli jihati 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Qolgan joylari bir xil akalar. Oldiga, orqaga yurish xususiyatlaridan bo'ladi. Telefon qo'yish uchun pastavkalar bor, sidinalar bitta. Ixcham 6 talik skuter hisoblanadi akalar. Motor miya 240 vatt bo'ladi. Hop, bitta quvvatida xudo xolasa 50 km dan 70 km gacha masofa bosib o'tadi. Buni narxini 5 million 500 mingga qilib beramiz akalar. Shunday holatda. Bu tarafda mana 1 yillik kafolatiga ega Yadeya modeli joylashtirilgan. Bu yerda akalar mana Ninja 5 Pro modellarini naryoqda tanishtirib o'tdim. Bu yerda Xo'p, robot kalla modelimiz 16 balon 8 diskalik 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Hop, buni narxini akalar 4 million 800 mingga chiqarib beramiz. Bitta quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ana endi 6 talik skuterlarimiz. ZJ modelimiz mana chekkadagi. Hop, Tesla modelimiz. Bu yerda TM modelimiz. Mana full pozitsiyasi hisoblanadi. Hammasi 6 ta akkumulyatorli akalar. Bularning narxini 5 million 500 mingdan qilib beramiz. Xususiyati, parametrlari bir xil akalar. Akkumulyatorlari 20 dan 6 ta bo'ladi, o'rindiqlari bittalik mana. Bu TM modellarimiz mana, o'rindiqlari ancha keng. Tesla modellarimiz o'rindiqlari kichkina bo'ladi, lekin ko'rinish jihati o'zgacha bo'ladi. Bular ham TM modelimiz esa mana bu bo'ladi. Hop, bularning tormoz tizimlari, oldi orqa tormozlari jiddiy tormozli bo'ladi akalar. Bitta quvvatida xudo xolasa 50 km dan 70 km gacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. 5 million 500 ming so'mdan ZJ model, Tesla hamda TM modelimizni 6 talik akkumulyatorni xarid qilsangiz bo'ladi. Ana endi dastavchi akalarimiz uchun mana bunday Monster bilan birga bir qilib ishlangan skuterlarimiz mavjud akalar. 60 ga 28 amperlidan 2 ta akkumulyatorli variantini akalar 700 dollarga chiqarib beramiz. Hop, 60 ga 56 amperli yangilik modelimiz esa akalar 760 dollarga chiqarib beramiz akalar. Bu shunday holatda. Duga modelimiz, buni ko'rsatib o'tdik, 580 dollar. Burgut ko'zi birinchi pozitsiyasi 600 dollar, burgut ko'zi uchinchi pozitsiyasi 32 dan 5 ta akkumulyator, 32 dan 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Hop, motor miya 2000 оборот bo'ladi akalar. Tezliklari ko'rsatkichda 90-93 tezlikka ko'tarila oladi, lekin mashina bilan solishtirib ko'rmadik. Juda ham tezkor, sportivniy skuter hisoblanadi akalar. Buni hop 700 dollardan chiqarib beramiz. Burgut ko'zi uchinchi pozitsiyasi. Ko'pchilik xarid qilishga ulgurmagan edi akalar. Mana yana sotuvga keldi. Hop, Tank 2 pozitsiyasi 1000 dollar shot spravka bilan Tiger 1 ikkinchi pozitsiya mana. O'zingizlar farqlab olishinglar mumkin. 1200 dollardan qilib beramiz. 150 kubalik bo'ladi. Tezliklari 90-100 tezlikka ko'tarila oladi akalar. Hammasi 100 km ga 3,5 dan 4 litrgacha rasxod qiladi. Bu shunday holatda bo'ladi mana. Xo'p, ana endi bu yerda aytilmagan skuterlarimizdan Moto bike ko'rinishidagi skuterimiz 6 ta akkumulyatorli bo'ladi.
Mana mototsikl ishqibozlari bo'lsa, bemalol olib haydasa bo'ladi. Hop, 20 lidan 6 akkumulyator bo'ladi, motor miyalari baquvvat akalar. Hop, buni narxini 6 800 mingga qilib beramiz. Hop, burgut ko'zi birinchi pozitsiyasi $600, uchinchi pozitsiyasi esa $700 ga chiqadi akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ana endi buni ham tanishtirib o'tdik. $720 tepasi yopiq, 3 ballonli skuterimiz, sidinasi old orqaga suriladigan variant. $720. Tentlari bo'lmaydi akalar, dvorniklargacha ishlaydi. Ana endi bu yerda hop $900 modelimiz. Ko'rinishi xuddi shunday holatda 32 lidan 5 ta akkumulyator, orqada ham 2 ta o'rindig'i bo'ladi. Shunday holatda bo'ladi akalar. Buni $900 ga chiqarib beramiz akalar. Xo'p, eng kichkina 3 ballonli skuterimiz sidinasi old orqaga suriladi. Buni $600 ga chiqarib beramiz. 20 lidan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi. Mana xohlovchilarga bu holatda, xohlovchilarga mana bunday qora ranglardan bor akalar. Narxlari bir xil, ikkalasi ham $600. Mana bunisi esa $750 ga chiqadi akalar. Bu yoqda esa mana $950 ga Yadiva firmasiniki. Bular ham nimaga qimmat deydiganlar bo'lsa, bularni 1 yil ofitsialniy servis garantiyasi bo'ladi akalar. Yadiva firmasiniki, o'shaning uchun sal qimmatroq chiqadi akalar. Bu modelimiz mana xo'p, bunimizni $1050 ga chiqarib beramiz. T5 modellarimizni $750 dan chiqarib beramiz. Shunday holatda mana bu skuterimiz $600 3 ballonlik. Lotkali skuterimiz eng ixcham varianti 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Mana bu yerda yosh bola o'tirish uchun o'rindiqlar bo'ladi. Buni akalar $530 gacha 20 da chiqarib beramiz akalar. Xo'p, Yadiva firmasining 4 ta akkumulyatorli varianti $500, 5 ta akkumulyatorli variantlari $610 dan chiqadi akalar. Kimga qanaqa turdagi skuterlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor akalar, faqat dastavkalarimiz pullik bo'ladi. Sizni joylashgan joyingizga qarab. Qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. E'tibor uchun rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar va doimo salomat bo'linglar.